Etigen sen hemen o kakka bu. Şunda çırak olmayayım gittimiz. Vay koç sentin de priya var ras mama. Golcunun elikli bir koçulları var şunun okşaş yaken mağı karan. Bunda peyzi koça bu. Koça dep isim koyup tutuyor bir ufkan batı aşkhane çötüp de o. Koç kahvesi dep anlagan lekin makaran. Bunda peyzi mi yala? Koç sentin koç tamakhanesi dep bir gapirmizil nazır. Ayağının tamakını bir gap yakanla Şinjan degende yeydi. Mana aşkından loben sevmedi man gördünmü? Salamet tutulma. İsil. A pele girip ötküze tuta kavapını mı? Ma aşkanı yan desem yani şu Kotanın işini körep durursunuz. Ay işçilik pakizlikini körep durursunuz. Bana soğmenlik gördünüz mü? Lağmen soğmen. Ama Şinjan degende yeysiz. Ma hakikaten maqtıqçılık ba ma özümni aşkansızlık aşkana hesaptım ama özümden qerindishim özümden tutam echvatida qo'l qo'ydim shunga o'ynablam julete bo'lekin hozir men tirishib bir turmush uchun mishadi mana mishinchilik pokiz mishinchilik yaxshiyan hozirlab mishada tamoq chiqarib o'tibdi nurg'un do'stlar yaxshi qo'llab beribdilar mush uchun chingdodagi barcha azizlar ochiq yeymaydigan do'stlar ishkilanmay kasanglar lapiz lag'man mana so'men men naq maydonda bir ko'rib beqanlama so'men ey chiroydilla o'xshab ketgan chiroy anandagi mayli dapanji bo'lsin anandagi mayli lag'man bo'lsin yaxshi birinchi darajada go'shtni akilib qilyapti ko'rdingmi men kavobni bir ko'rsatavkam ko'rdingmi mana bir yaxshira men xotonni men ko'ranglar mana men ustamninki ma pakizligini mana shunda ko'rib tura olasizlar. Bizning nocha tomoqlarimizni o'zining mana pakiz, chastay, kavobni o'z o'tkazib, mushta qilib o'tibdi. Tushlar kelsak o'tirdigan ya yo'q, kashlar kelsakmi o'tirdigan ya yo'q. Qaysi kuni ma o'rinni to'g'ri deb bermaganlik sababli nurg'un do'stlar topolmay qolsa, hozir qaytadan bir deb bersin, aloqalish numerini deb bersa, mashakka tomoqni tetib, men deb kelsanglar yerim qacha lag'manni bekor berma dedi, lekin endi ehtiyoji bor, shunda qiyinchilik borliga mana har vaqt men qilmaysan uni. Menga qo'ymaydi bu o'zi nocha, haqiqatan nocha masadamni nocha desakmi, nacharlikni chiqarib qo'ydi haqiqatan nocha. Shunda qiyinchilik bor yoki mishar tomoqni qiynalib qolganligiga tomoqqa pul bermaydi. Ama shuni o'zim devatdim mana. Qo'llab berayotgan azizlar haqiqatan kap ochiq-chuchuq lapizlarman yoki dapanji yoki qanda tomoq yesanglar lekin pokizlik birinchi o'rin turibdi. Men o'zim pokiz. Men o'rnini bir dapason kap nishona tomoqlarni bir tetib beqinglar azizlar. Rahmat. Mayli mashinchilar bo'lsin, mayli o'quvchilar bo'lsin. Kap beqinglar sizchan Chingdu atrofidagi do'stlar bo'lsanglar. Mana adresini bir yaxshiroq bir dapagina. Lekin bakbayz ko'chalar bor bu yerda. Bizning do'konning adresi bo'lsa, shashxonimizning adresi. Chandaning yendiki o'rin bo'lsa, Fichon. Biroq namba ayli qorasi hisobda Kunyi. Ash Fichonniki yigan san shuha, ha? Yigan san shuha. Ashxonning o'rni mishada, ikki tarafda. Ma taraf bo'lsa Zhongnan Zhongjiya deb ang dangliq bir Vanxon ko'cha ma tarafda o'rinda kafexonalar va shu Zhongnan Zhongjiya tarafdan bunda aylanib kelsa mishan topalaydi bizning do'konning o'rnini. Jiq topolmaganlar bo'lsa Weixingda adresi bor, Gavdada adresi bor, ko'cha. Mushuningda adresi chiqirliq, mishaning adresini uruytida hozirga barkam. Ko'cha tez tomonxonasi, Xanzusa Ku Cha Chantian adresi dinvisi aniq to'g'ri chiqdi juma balla. Jiq bilmaganlar bo'lib qolsa, meni telefon nomerimni kirgizib, telefon qilsanglar bo'ldi. Telefon nomeri, aloqalash nomeri 187 89 46 Rahmat. Mashina bilan aloqalashib, mana ukamni bir qo'llab berishinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Mana sizchundagi do'stlar har vaqt kelsanglar, har vaqt o'z oldingizga chiqib, o'zi xizmat qilib, mana shunday qilyotdi. Rahmat. Qo'llayotgan azizlar hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.